Agarda siz tadbirkor bo'lsangiz, har bitta yo'nalishda o'zingiz bilimingizga pul tikishga majbur bo'lib qolyapsiz hozirgi zamonda. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, o'zim ham birinchi marta to'g'risi buni kurs sotib oldim. Asror Iskandarovdan 2,5 oylik kursini $2400 ga sotib olganman va 2,5 oy davomida har hafta yakshanba kuni Andijondan Toshkentga qatnab bu kursda o'qidim. Endi bu kursdan olgan ma'lumotlarim qanaqa bo'ldi? Bizga juda ham zo'r imkoniyat bo'ldi. Mana hozir blogimni yurgizyapman. Bu yerda hech qanaqa uylanish haqida temani gapirmayman yoki qanaqadir vayn olmayman. Juda ko'pchiliklarga o'xshab shu xatoni qilmayapman. Endi bizga zo'r imkoniyat tug'ilgan sababi oldin bizga mijozlarimiz gilamlarini berishsa, ularga biz yangi texnologiya olib kelsak yoki yangi joy qiladigan bo'lsak, mana gilamlar yuvish sharoitlarini, kachasini o'stirdik deb turib og'zaki gapni telefon orqali tushuntirardik. Endi hozir biz shu narsani videoda ko'rsata olyapmiz. Har bitta qilayotgan ishimizni, har bitta texnologiya olib kelamizmi yoki qanaqadir yangi joy quramizmi yoki nimanidir yangilaymizmi ishxonani o'zida, shu narsani mijozlarga ham video orqali ko'rsatishga bizga shans bo'lyapti. Shu sababli agar sizda ishingizda ikkilanishlar bo'layotgan bo'lsa, shunaqa kurslarni yaxshilarini tavsiya qilaman, borib o'rganishlikda. Lekin buni olib turib ham haligi bir katta o'zgarish bo'lib ketmasligi mumkin, lekin aniq kichkina bo'lsa ham o'zgarishdan boshlanadi.